Hammaga hello do'stlar, sizlar bilan Safar Boxing kanali do'stlar. Bugungi videoda biza qanday qilib raqibni bir zarba bilan yiqitishni o'rganamiz do'stlar. Bu ancha xavfli narsa do'stlar. Shuning uchun ham buni uyda takrorlab ko'rmanglar do'stlar. Qani, let's go. Mana do'stlar, birinchi bo'lib unda qilib turib olishimiz kerak. Bu xavfsizlikda, ikkita qo'l xavfsizlikda va zarar berish uchun oyoqlar tezlashtirishni anglatadi. Va ana shunday turib olasizda. Do'stlar, buni qanday qilganimni ko'rsataman. Birinchi navbatda himoya qo'li amda ozgina egilamiz. Himoya qo'lini ishlatamiz, ya'ni chap qo'l. Agar o'ng qo'lingiz bilan urmoqchi bo'lsangiz ham, chap qo'lingiz bilan urmoqchi bo'lsangiz o'ng qo'l himoya qo'l. Agar o'ng qo'lingiz bilan urmoqchi bo'lsangiz chap qo'l himoya qo'l. Men o'ng qo'l bilan urishni yoqtiraman, shuning uchun ham unda uryapman. Va do'stlar, e'tibor bersangiz, qo'limni mana bu yer qismi bilan uryapman do'stlar. Va bu joy ana bu yer tegishini hisobga olsak, ana bu suyaklarimiz tegishini hisobga olsak va agar raqibni mana bu yer qismidan bersak yoki ana bunaqasiga bersak, u nokaut bo'ladi do'stlar. Buni hozir sizlarga ko'rsataman do'stlar. Do'stlar, ko'rib turganingizdek nokaut. Sizlar bilan Safar Boxing kanalida keyingi video va shortslarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.